Salom barchaga, sizlar bilan Kedi do'stlar. Bugun sizlar biznesmen hayoti birinchi qismini olamiz. Let's go unda kanalga obuna bo'ling va qiziqarli videolarni ko'ring. Unda videoni boshladik do'stlar. Let's go unda do'stlar. Yaxshi, tak divanimizdan tushamiz. Yes. Tak men do'konimga borib qarashim kerak. Bu pullarni olsam ekan, yo'qni olmayman. Tak qilichni olsammikin? Yo'q, qilichni olaman baribir kerak. Qishloqda kerak, chunki bandit bo'lib qolishim mumkin. Banditlar oldida keyin nima qilaman? Tak, mana shuni olsam bo'ldi do'stlar. Tak, eshik ochaman. Yo'q, eshikni almashtirish kerak. Mayli, hozircha pul g'aman eshiklar hozirda qimmat bizada. Yo'q. Bu musor nima turibdi do'stlar? Musor bu. Aylanib o'tgan yaxshi do'stlar. Musorda mana keldim o'zi. Tak, kelib qoldik do'konga. Salomlashib olaman. Yo'q, mushukchani. Qanday? Jamol Zo'rqa ketdi. Aytgancha do'stlar, men Jamolni ishga qo'ydim. Boyagi menga ishchi yo'qman. Jamol ham mana shunaqa kiyimlar kiyib oldi. To'g'rimi Jamol? Da, to'g'ri. Salomlar Jamol do'stlar. Yaxshi, Jamol ishingni qilaver. Tak, Jamolni qo'ydim do'stlar. Boyagi ishchi negadir menga yo'qmadi. Banditga o'xshaydi deb o'yladim. Keyin Jamol menga ishonchli degandim, keyin Jamolni qo'yaverdim. Jamol ishonchli bo'ldi do'stlar. Mana shu musorni yo'qotish kerak edi do'stlar. To'g'risi, lekin musorni yo'qotaman. Bu sassiq. Tak, eshikni ochamiz. Uyga qaytib kelamiz. Tak, men olaman do'stlar. Shapka kerak qoladi. Shapkani kiyib olamiz. Shapka kerak. Yemayman. Qornim hali och emas. Mayli. Tak, bo'yichadan tepaga qaraymiz. Yo'q, qora mushuklar. Qol. Buni o'ldirish kerak do'stlar. Qora mushukdan qochish kerak. Mayli, narkisiga chiqib olaman bizada. Bunaqa teleminora muncha chuqur. Chuqur emas, mayli. Mazza. Bir yuzimni yuvib oldim do'stlar. Mazza qilib. Mayli, men tepasiga chiqib olamiz. Bu yoqda ham mushuk bo'lmasa. Yaxshi chiqdik. Так, что mayli. Давай. Ketiri pullarni oldim. Jetel kelib tursa yarab. 7tasini sudakka solaver. Qolgan pulni sudda qoladi. Yaxshi, ketchi pullarni tezroq qolishim kerak. Yaxshi do'stlar. Tak, ana Jamolni oldiga borib kelaman. Jamolni oldiga. Tak, bitta jetel kirib ketgan do'stlar. Shu jetel ko'proq savdo qilib olib chiqqanda narsalar. Jamol, tak, pullarni solib qo'ydingmi? Da, soldim. Sen haqqa xiyonat qilmayman-ku. Ketdi, bilasan. Mayli. Tak, yo'q. Nega 7ta do'stlar? Bunaqa izdachiga berib qo'ygan. Nega 7ta? Lekin u ko'p pulni narsa olib ketgan. Yo'q, u tanish bilishlik qilganmikin. Yo'q do'stlar, bu nega 7ta? Kam u. Bu bittagina nonga puli-ku, nonni puli emas aslida. Avval 7ta izmurga sotasizmi? Mayli. Jamol nega 7ta? U ko'proq narsa olib ketgan-ku. Qo'ldagi narsalar ko'p edi-yu. Uzr, bo'ldimi? Ketdi, seni bilmaydi deb o'ylagandim. Ketdi. O'g'irlik qildi. Nima o'g'irlik qilding? Nima o'g'irlik qildim? Nima deyapsan? Uzr, ketdi, men ishdan bo'shatirdi bos. Nimaga seni ishdan bo'shatishim kerak? Kechir, o'g'irlik qildim. Nima?
Sen jitil o'g'irlik qildingmi? Senga ishonib seni ishga qo'yganim jitil. Narki o'zimizdan oddiy jitilni qo'yaman. San Jamol kallangni seni. Kal qole buni ishdan haydayman. Bak merni oldiga boramiz, merga buni sud qildirish kerak. Bak Jamol nega o'g'irlaydi do'stlar? Nega o'g'irlaydi? Jamolni ko'radi meni. Qanday mer? Zo'r. Aytgancha men Jamolni ishga qo'yna. O'zingiz aytdingiz, Jamolni ishga qo'y, ishi yo'q uni. U har doim boshqa ishlar bilan band bo'ladi deydi. Nima qilardi Jamolni? Ishdan bo'shatishingiz kerak meni magazinimdan. Nega bo'shatishingiz kerak desangiz, men boku o'g'irlik qildimi? 21 izmurudmi? Shu nechtadir izmurudni o'g'irlagan. Keyin 7 ta izmurud qo'yib qo'yibdi. Nima? Tushunmadim gapingni. Qarang, bitta jitil ko'pali narsa oldi. Keyin o'sha jitil boku. O'sha jitil keyin nega mer uni ishdan bo'shatib, qarang, bitta jitil oldi bitta narsani. Endi qarang, u pul boku. Qimmat narsalarni olgan jitil paketida ko'rdim. Keyin Jamol u narsalar 7 ta izmurud sotib tushundikka, lekin u aslida qimmatroq edi. Lekin 7 ta izmurud keyin menga aytdi o'zicha o'g'irlik deb ruschani o'qib qoldik. Mayli, uni ishdan bo'shattiraman. Jamol o'zi yomon bo'lib qolyapti. Jamol yaxshi ishdan bo'shatishingiz kerak. Jamolni ishdan bo'shatsa yaxshiroq, lekin Jamol nega o'g'irlik qildi? Men uni mayli mer ishga qo'yavering, mayli meni do'konimda ishlaydi mer degandim. Do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi nima qilib tashlagan men Jamol? O'zicha lekin nega o'g'irlik qiladi? Nega? Mayli, ko'radi Jamol, hali uni qamab qo'yishadi qamoqxonada. Mayli, kanalga obuna bo'ling do'stlar, shunaqa qiziq videolar chiqadi do'stlar. Mayli, pulini joyiga qo'ygandir, qo'ymagan bo'lsa lekin uni aniq ishdan bo'shatdim. Olmadan yeb olamiz shiringina. Ishni yapamiz. Jamol hali ham pulni qo'ymang. Yo'q. Ishdan bo'shat dedim, ishdan bo'shatdi. Ketaman bu yerdan. Sen o'g'ri ketolmaysan hali, sen o'g'risan, bilasan. Bilaman. Ketolmayman, to'g'ri qamoqqa qolaman shu yerda, bilaman. Merga aytib kelapsan meni Jamol ahmoq ekan deb. Albatta, sen kal. Nima ekansan, ne bot. Mayli, ko'rasan qamalding o'zi qamalding deyveraylik. What the hell do'stlar? Agar do'stlar video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Let's go unda hammaga xayr, sizlar bilan yana kiddi bo'ldim do'stlar. Video yoqqan bo'lsa obuna bosinglar do'stlar. Qani hammaga xayr do'stlar.